Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, bizni kanalimiz obunachilari, charchamayapsizlarmi? Kanalni yangi ochganmiz, gaplar ham joy-joyida emas, kechirib qo'yasizlar. Xo'sh, yerda qirg'iz buqachalarimiz bor. Mana shular. Xohlasa hammasini yeb ichish yaxshi. Bo'ylari 1.25 atrofidagi buqalar. 1.25 1.30 1.20 atrofidagi buqalar. Hamma sifati, orqa oldi butun narsalar. Oldi tomondan ko'rsatib qo'yaman. Mana oldi tomondan ko'rinishi, kechki yemishni yeyapti bular. Hammasi yaxshi holatda yeb ichish. Balandda turibman, bu tomondan yaxshi ko'rinmaydi. Yuzini ham bir ko'rsatib qo'yayin dedim. Bu tomonda ham mana mollarimiz bor. Ko'p vaqtingni olmay deb qisqaroq 3 minut 5 minutlik obzor qilyapmiz. Bu tomonda ham yashurdan chiqqan buqalar bor. Qirg'iz buqalar bular hammasi. Sizlar ko'rganlaringiz hammasi qirg'iz buqalar. Yeyishi yaxshi bo'lib qolgan narsalar xonasi. Oyog'iga o'tib qolibdi. Oyog'iga paypoq kiygizib, nimalarni qilib qo'yganmiz inshaalloh. Tomash qo'nomondan ko'rinishi. Yevich yaxshi, orqa oldi kelishgan narsalar. Hammasi xonasi. Ponchik mana. Şöyle ikkita Greenford urg'och mollarimiz ham bor. Ikkalasi ham 8 oy 7,5 oylik atrofida bo'g'iz. Qonlar juda do'mbayib ketgan. Yeyishi ham yaxshi ekan, lekin Alloh bilguvchi, qonida ikkitadan bolasi bor deb aytayapti. Bitta ko'rgani, yana Xudo o'zi biladi. Bo'ylari taxminan 1.40 5-4 cm bellitroq ham bo'lishi mumkin. Vesi 600 kg atrofida. Ikkalasi ham. Mana shuniki 600 kg ziyodroq ham, mana shuniki shunaqa. Sizga tulash boshladi. Shunaqa narsalar bor. Xudo xolasa bizda qiziqqanlarga narigi tomonda qo'ylarimiz ham bor, qo'chqor. Ulg'och qo'ylar, ona bola, xullas. Hammasidan bor inshaalloh. Telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yaveramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, bittadan like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Inshaalloh salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar, salomat.